Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Do'stlar, mana o'zimizda o'qib bitirgan maktabimiz, ya'ni Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi Nayman mahallasining 18-o'rta ta'lim maktabi. Do'stlar, bu bog'larimiz, ya'ni o'zimiz maktabimizning hovlisi. Do'stlar, mana maktabimiz qurilganiga 35 yil bo'lgandi. 91-yilda ishlash uchun berilgan. Hozirgi kunda mana eski oynalarni olib tashlab, faqatgina mana plastik oynalarni qo'yishyapti. Mana oldilarini qo'yib bo'lishibdi. O past korpusda yurchi o'g'lim, yurakchi. Ochma uni. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek oynalarni, eski oynalarni, taxt oynalarni olib tashlab, o'rniga plastik oynalarni qo'yyapti. Mana avvalo davlatimizga katta rahmat. Shu xonalarda o'qib bitirganmiz. Bu YouTube kanaliga joylab qo'yaman-da. Qishlog'imizda ko'radigan shunchaliklari bor.